yoqa qalinligi. Bo'yin yoqa qalinligini o'lchagan paytimizda bu normani berdi va homilada biz Down sindromi yo'q. Bundan 3 yil avval Toshkentda ishlab yurgan paytimda Farg'onadan menga tanish bo'lgan bir ayol telefon qildilar. Manzuraxon, bilasiz, ikkita farzandim bor, ikkalasi ham sog'lom tug'ilgan. Hozirda 3-farzandimga homiladorman. Skrining tekshiruvdan o'tdim. Birinchi skriningda menga Down sindromini qo'yishdi. Ya'ni homilamga Down sindromini qo'yishdi deb telefon qilib qoldilar. Birinchi skrining bilasizlar, bolada birinchi skriningda uchrashi mumkin bo'lgan genetik nuqsonlarni aniqlaydi. Ya'ni bu jarayon 11 hafta 6 kunlikdan 13 haftagacha davom etgan muddatda aniqlanadi. Unga shunday tashxis qo'yilgan va homiladan voz kechish etilgan. Endi bilasizlar, har qanday ona nima chora bo'lsa ham har qanday vaziyatda bola saqlab qolishga harakat qiladi, umid qiladi va telefon qildilar. Aytdim, keldilar, biz tekshiruvdan o'tkazdik, o'zingizda ko'rsak, hech qanaqa Down sindromini aniqlamadik. Ya'ni Down sindromini qanday aniqlaydi? Bunda asosan TBP deyiladi, ya'ni o'zbekchasiga bo'yin yoqa qalinligi. Bo'yin yoqa qalinligini o'lchagan paytimizda bu normani berdi va homilada biz Down sindromi yo'q. Ya'ni ham sizni ko'nglingizni xotirjam qilish uchun va tekshiruvimiz 100% sog'lom, ya'ni farzandingiz xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi, sog'lom degan diagnozni qo'yish uchun bitta tekshiruvni amalga oshiramiz deb aytdik. Bu NIPT analizi topshirdilar va bolachamiz sog'lom dunyoga keldi. Hozirda 2,5-3 yoshga yaqinlashib qolgan. Aytmoqchi bo'lganim, bitta oilani quvonchli kunlariga, bitta farzandni sog'lom tug'ilishiga, bitta oilani quvonchiga sherik bo'ldik. Bitta bolachani sog'lom dunyoga kelishiga sababchi bo'ldik. Shunaqa paytda kasbim juda ham yaxshi ko'rib ketaman.